Kechaganda internetda bir narsani ko'rib qolib yig'ladim. Bir gulxan yoqilgan, gulxan yoqib, o'chib bo'lgan yonib. Kulni, o'sha gulxanning asorati bor. O'sha gulxan yonib bo'lgan joyda bir mushuk yotib olib shunaqa ingrayapti, yurak bag'ringizni ezib yoradi. Yana nima deyapti? Bu mushukni bolasini mana shu gulxanda yoqib yorgan vahshiylar deyapti. Mushuk bolasiga shunchalik qilyapti. Qarang, Xudoy taborak va taolo o'sha mushukka bir til bersa-yu, bizlar ana shu mushukni ingrayotgandagi nolasini eshitsak, nima deyotgan ekan? Bu mushukni bolasini yoqqanlarga qanaqa la'nat, qanaqa balo so'rayotgan ekan? Afsus tushunmaymizda buni.